Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 16 iyun kunidan 21 iyun kunigacha Xitoyni va Angliyani ziyorat qilishni qaror qilgan. Breitbart xabar kanalining 14 iyun kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Davlat ishlari mahkamasining qarori bo'yicha Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 18 va 19 iyun kunlari Xitoyni ziyorat qiladi ekan. Aslida Antony Blinken 2-oyda Xitoyni ziyorat qilishni planlagan bo'lib, Xitoyning gumonliq josuslik shahrining Amerikaning havo sohasiga kirib, razvedka ilib borganlik uchun ziyorat qilishdan voz kechgan. Amerika Davlat ishlari mahkamasining chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida ikki davlatning yuqori darajalik amaldorlari yer shari va rayon xarakterlik davlat talqigan xiristlar to'g'risidagi masalalarni va o'rtaq hamkorlashish to'g'risida muzokara elib borganligi o'tirg'a qo'yilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati 13 iyun kuni axborot e'lon qilib, Amerika Tashqi ishlar ministrligining ministri Antony Blinkenni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga, Sharq Turkiston xalqining o'z-o'ziga xo'ja bo'lish, mustaqillikni qayta qo'lga keltirish ko'rishiga yordam berishga chaqirdi. Axborotda mundaq deyildi: Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakati Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkendan Xitoyga qilgan ziyarati jarayonida Sharq Turkistonning mushkul vaziyatini gavdalantirishni talab qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'onish tashkiloti Amerika bosh kotibi Antony Blinkendan 18 iyun kunidagi Xitoyga qilgan ziyarati asnosida adolat, inson haqlari va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining prinsiplariga amal qilishga chaqirdi. Bayden hokimiyatining yaqinqi mezgildagi Xitoyni tinchlantirishni ishorat qilgan ishlar Xitoyning ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning zarurligini tushundirdi. Sharq Turkiston xalqi Bayden hokimiyatining Xitoyni jazolashining kechikib ketayotganligi, yaqinqi vaqtlardagi Xitoy bilan bo'lgan yuqori darajalik amaldorlar uchrashishida Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni kun tartibga elib kelmasligidan qattiq andishalendi. Bu sukut Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining oqibatlarining izchil davom qilishiga sababchi bo'ladi va mas'uliyatni ado qilish, shundaqla adolatni yaqinlashning qimmatini oyoq osti qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari irqiy qirg'inchilikka uchramoqda. Amerika hukumati Xitoyning saxta iqtisodiy va siyosiy manfaat va'dasiga aldanib, ularning nachar qilmishlariga yo'l qo'ymasligi lozim. Tashqi ishlar ministri Blinken Xitoy bilan bo'lgan kelishimlarini deb Uyg'urlarni sotmasligi kerak. Sharq Turkiston xalqining jiddiy ehtiyoji haqliq bo'lgan adolatga, qo'llash, muhofazat qilishga erishishini kafolatlantirish Amerikaning axloqiy majburiyatidir dedi. Sharq Turkiston xalqi Antony Blinkendan Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilikni oshkora ayblashini, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka selish qilmishini jiddiy oxirlashtirishini va tutqun qilingan barliq Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini darhol qo'yib berishini talab qildi. Bundan boshqa Sharq Turkiston diasporasi oilasidan majburiy ayirib etilgan 1 millionga yaqin Uyg'ur va boshqa turk bolalarining bexatar oilasiga qaytib kelib, oilalari bilan jam bo'lishini kafolatlantirishni tavsiya qilishni talab qildi. Sharq Turkiston xalqi o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqillikni qo'lga keltirish ko'rishini e'tirof qilish va qo'llashni talab qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma apandi Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini qayta qo'lga keltirish orzularini his qilishi, xalqaro qonunlarga asosan Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilashdagi yo'lliq tirishchanliklarini qo'llab yordam berishi kerak dedi. Sharq Turkiston xalqi Antony Blinkendan Xitoyning davlat talqigan Uyg'ur va boshqa turk ayollariga qartilgan sistemlik tajovuzning bir turi bo'lgan majburiy to'y qildirish siyosatiga qarshi ovoz chiqarishni talab qiladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi qabih, yirginishlik harakatlari kishilik huquq va xalqaro qonunga ochiq-oshkora xilof bo'lib, xalqaro jamiyatning darhol ahamiyat berib, buningga qarshi harakatga o'tishni talab qiladi. Xalqaro jamiyat sekretar Blinkenning Amerikaning kishilik huquq va adolatning chempioni bo'lish o'rnini saqlab qolishini umid qiladi.
Bu halkılık payt erkinlik, barobarlik ve insani qadr-qimmat prinsiplarına ilham beriş ve tevrenmeslikni talep kılıdı. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti ve Şarkı Türkistan Milli Uyg'unish Hareketi Antony Blinkenni cho'ng qirg'inchilikdan qutulib qolgan Ali Vesselning her vaqt bir tarafni tanlash lozim. Tarafsizlikning zolimga foydasi bo'ladi, ezilganlarga ziyni bo'ladi degan gapiga ahamiyat berishga chaqirdi. Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Türk halkı Amerika'nın adaletini ve insanlıkını qat'iy qo'llashini talep kılıdı. Xitoyga bizning amalimiz yo'q. Xudoyim jazosini bermisi bekor degan tushuncha egalarida old bilan urush boshlatmay turib oq bayroq chiqarish pozitsiyasi ifodalanib bo'lgan bo'ladi. Bundaq tipdiklarning ro'yiga dushman ustidagi qon qisoslardan voz kechish, dushman bilan har qancha aplashgan bilanmi foydasiz ekanligini tan olishdek taslimchilik xarakteri allburun yiltiz tortib ketgan. Amaliyotda bu xil zihniyat ahlini dushmanga qarshi turishda o'zining rolini bir chetga qo'yib, dushmanni o'zidan boshqa sirtqi kuchlarning yengishiga havola qilish tipidagilardan hamda dushmanni mag'lub qilishda uning o'z ichidan parchalanishini kutib yotquchilardan yana bir palla tushkunlikka patgan varianti. Shundoqla mazkur ikki xil tipning yo'g'rilmasi deyishga bo'ladi. Ular og'zida oshkora aytmagan bilan amaliy harakatlaridagi passivligi, qo'llashga tegishlikni emas, moda bo'lgandan qo'llaydiganligi, ayblashga tegishlikni emas, ayblashga bozorga selinganning xaridori bo'lib berayotganlik bilan ko'zga cheliqidi. Masala tahlil qilish, bilganni so'zlash, bilmaganlari ustida o'rganish jihatlarda umuman bir taraflama va yo'qsul. Har qanday ijobiy tashviqotlarni duoyi salom bilan olqishlash, har qanday salbiy tashviqotga beddua bilan inkos bildirishga tayyor turish. Masalaning orqa ko'rinishi nima? Nima sababdan bundoq bo'lyotidi deganlar ustida o'ylanmayla qo'llash tarafdori bo'lish. Mayli o'ng, mayli ta'tir tashviqot bo'lsin, hammani to'g'ri tushunib beroladigan bo'lish. Nimaning shakal, nimaning javharligini bilmay turib, masala haqida izlanmay turib, hammaga udul kelgancha tarafdor bo'lib beroladigan bo'lish. Masalaga maydon va mavqe asosida muomala qilmasdan, atalmish da'voyimiz uchun kuch chiqaryotidi deydigan yog'li qapoqqa ram bo'lib, hammaga butunlay o'ng ko'zla qarab salomni bildirish qatorliqlarning hammasi Xitoyga bizning amalimiz yo'q. Xudoyim jazosini bermisi bekor degan zihniyat egalarining alomatlaridandir. Bundaq tipdiklar dushmanni tonish deganning nima uchun o'zining, oilasining va millatining bu kunga qolganligining ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sabablarini qo'shib tonishni o'z ichiga oladiganligini anqirib o'ltirmaydi. Yezi kelganda ushbu tonishning tajovuzchilarga qarshi harakatning yuqori sohalar aro kuchlanishdan boshlanganligini, mazkur dushmanni tonish ideyasining mo'rti kelganda o'zining aqliy va ma'naviy bilim sapasini yaxshilashni bilishni o'z ichiga oladiganligini nazardan soqit qilishidir. Diqqat qilib o'ltirmaydi. Sabab natija dunyosida dushmanni tonish eng bo'lish deganlikning o'z ojizligini Xudoga havola qilish bilan foydalanish psixikasi bilan tasalli izlash emasligini. Aksicha dushmanni tonish deganlikning o'z navbatida dushmanga qarshi jihad qilishning va dushman qanday vaziyatda bo'lmasin, imkoniyat yetgancha tayyorlik ko'rib turishning farzligini bilishni. Dushmanga qarshi turish yo'lida bir kishilik yassi qo'shish va sabab qilishning iymoniy va milliy burch ekanligini tunib yetishni. Tajovuzchiga qarshi milliy inqilobda o'zining bir kishilik odamiylik burchining borligini anqirishni. Shundaqla bu haqda to'g'ri ong yetildirish kerakligini idrok qilishni o'z ichiga oladiganligi ularni qiziqtirmaydi. Ular bundaq pozitsiyaning mohiyatda dushmanni tonish emas, balki dushmanga tan berishga yotadigan ifoda ekanligiga diqqat berib ketmaydi. Burxon Muhammadning dushmanni tonish hukmi va uning kunimizdagi aks ta'sirlari nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.